Ijtimoiy tarmoqlarda davlat amaldorlari va mashhur shaxslar siymosi orqali reklama qilingan investitsiya platformasi ortida aslida uyushgan jinoiy guruh turgani aniqlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati hamda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida noqonuniy kriptoaktivlar aylanmasi bilan shug'ullangan guruh fosh etilib, gumonlanuvchilar qo'lga olindi. Ulardan ko'p sonli bank kartalari, aloqa vositalari, elektron ma'lumotlar va kriptoaktivlarga oid ashyoviy dalillar xolislar ishtirokida musodara qilindi. Instagram ijtimoiy tarmog'i va Telegram messenjeridagi Amina Halol Trading foydalanuvchi tomonidan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ishonchiga kirib firibgarlik qilib kelayotganligi yuzasidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Olmazor tumani hududidagi ko'p qavatli binolarning biri tekshirilganda bir guruh shaxslar tomonidan kriptoaktivlar savdosi bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi. Tekshiruvlarga ko'ra, gumonlanuvchilar amalga oshirgan P2P operatsiyalari va noqonuniy kripto aylanma hajmi 1,5 milliondan ziyod USDT ni tashkil etgan. Ma'lum bo'lishicha, jinoiy guruh a'zolari 100 dan ziyod O'zbekiston fuqarolarini aldab, ma'lum mablag' evaziga Qozog'istonga olib borgan. U yerda ular nomiga turli banklardan plastik kartalar ochtirilib, keyinchalik mazkur kartalar kriptoaktivlar aylanmasida foydalanilgan. Dekabr oyining oxirida Maqsud degan sherigim bor edi. U menga bu g'oyani berdi. O'sha orqali biz Qozog'iston platformasi shu Rocket orqali kriptovalyuta ayirboshlashni boshladik. Meni vazifam shu telefonlarga Wi-Fi ga ulab, ularni fuqarolarning nomiga osilgan kartalarni ulashish bo'lgan. 4 kishi edik. Maqsad shu pul qiziqtirgan edi. Olib borilgan o'rganish ishlari natijasida ushbu jinoiy sxema ortida xorijlik firibgarlar turgani ma'lum bo'ldi. Afsuski, ushbu jinoiy harakatlarni amalga oshirishda ijrochi sifatida fuqarolarimiz ishtirok etgan. Biz oson pul topishga qiziqib, chet el fuqarosini ijtimoiy tarmoqlarda yozishib, o'sha odam aytgani uchun ish boshlaganmiz. Taxminiy оборот bir kunda 5,000–10,000 dollar. Uzr so'rayman davlatimizdan. Qilgan aybimdan pushaymonman o'zi. Biringlar, kim bilan ishlatganlaringda, kim bilan muomala qilayotganlaringda shunaqa insonlarga aldanib qolmanglar. Qilgan ishimdan pushaymonman. Bu narsadan qochishda iloji yo'q. Chunki baribir qo'lga tushasiz. Men hurmatli prezidentimizdan, xalqimdan, davlatimdan uzr so'rayman. Juda ham qattiq pushaymonman bu ish bo'lganiga. Qilgan ishimdan afsusdaman, pushaymonman. Boshqa bunaqa ish qilmaslikka, qonunlarni buzmaslikka va'da beraman. Shuningdek, ayrim shaxslar arzon haq evaziga o'z nomiga plastik karta ochtirib, uni boshqa shaxslarga taqdim etmoqda. Ammo bunday xatti-harakatlar jinoyatchilarga noqonuniy kriptoaktivlar aylanmasini amalga oshirish uchun imkoniyat yaratib beradi va natijada mazkur shaxslar ham o'zlari bilmagan holda jinoiy faoliyatga sherik bo'lib qolishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, firibgarlar reklama va targ'ibot materiallarida davlat amaldorlari va hattoki prezident nomini suiiste'mol qilib, aholini ishontirishga urinishgan. Ogohlantirib o'tamiz, prezident nomidan bunday takliflar hech qachon ilgari surilmaydi. Mazkur holat yuzasidan gumon qilinuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 278.8 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirda mazkur jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlardagi tez boyish, oson yo'l bilan katta pul topish, investitsiyadan katta daromad kabi shubhali takliflarga ishonmaslikka chaqiradi. Eslatib o'tamiz, kriptoaktivlar bilan bog'liq noqonuniy faoliyat, firibgarlik va boshqa jinoyatlar uchun qonunchilikda javobgarlik belgilangan.